Juda charchadim. Bir tepaga chiqib bir sandiqlarni tekshiraylikchi. Xo'sh, nima? Bu nima? Meros. Qani, kiraylikchi. Bu adashmasam otamdan meros bo'lsa kerak. O'g'lim, men o'limimni bilardim va men senga meros qoldirdim. Zaminning ostida maxfiy joy bor. O'sha yerga tush. Nima? Do'stlar, sizlar ko'rdinglarmi? Bu otamdan meros adashmasam. Voy, do'stlar, qanaqa zamin ustida qanaqa joy bor ekan? Shosh, yo'q emas. Do'stlar, rostdan qanaqadir joy bor. Mana. Bas ikkalamiz va mana shu joy. Qani, bizga tushaylikchi. Va bu yerda qanaqadir yorug'lik bor. Va bu yer qanaqa joy? Nima bu? Vau, super kiyimlar. Bunaqa kiyimlarni men ko'rmaganman. Voy, otam bilan qayerdan olgan ekan, ha? Mana farqi to'xtab olaylik bularni. Oppa. To'xtab olaylik, olib. Men olmayapti. Qani. Voy, mana do'stlar. Bularni chiroyliligini qaranglar. Bularni yaltirab turishi. Voy, bularni otam qayerdan olgan ekan, ha? Hozir muhimmasida kiyib ko'raylik. Oppa. Bularni qaranglar. Bularni chiroyligini qaranglar. Bularni olib qo'yamiz. To'xtab bir sonda ham bor ekan. Va bular nima? Excalibur. Bu qilish haqida eshitgandim. Bu judayam qimmat va afsonaviy qilich do'stlar. Otamni qanday olgan ekan, ha? Mayli. Voy, bularni qaranglar do'stlar. Tepaga chiqay tezroq. Bularni tezroq ko'ring. Chiqolmayapman. Hozir biz chiqolmay kelaylik. Lekin to'xtatgacha birda uchamiz va hozir tashmasam. Taxtani olamiz. Tamam. Lekin otamning o'lgani yomon bo'ldi. Va buni o'tgan qismni ko'rganlar biladi. O'tgan qismda otamni o'ldirishgan edi va lekin qasos oldim. Lekin bir narsalarni otam qayerdan olgan o'zini menga ma'lum. Lekin bularni qaranglar, bularni chiroyliligini. Bularni qaranglar, to'xtayman. Hammasini joyiga qo'yaman, chunki judayam charchadim. Hozirgacha ishlatuvdim. O'zim otam bor edi. Endi o'zim ishlashimga to'g'ri kelyapti. Bu narsalarni hammasini so'raylik tezroq. Xo'sh, buni solamiz. Solib qo'ysak, bo'ldi. Ustimdagilarni ham yechay. Juda og'ir ekan. Stafarlar. Mayli, tezroq yeylik. Har vaqt turishim kerak. Ishga boraman. Aytgancha dam olish kuni hassa qilib qo'yishim mumkin. Mana tong ham otdi. Ana endi tashqariga chiqib kelsam bo'ladi. Xo'sh, qani qirollikdan bir tashqariga chiqaylikchi, nima gaplar. Xo'sh, mana chiqamiz. Maza qilib uxladimish. Kechqurun. Quyosh yaraqlab turibdi. Do'stlar, yo'q, to'xtanglar. Nima? Qanaqa bo'lgan? Bu Dragon Egg Black. Bu ajdarhoning tuxumi do'stlar. Bu do'stlar ko'ribsizlar, bu ajdarhon tuxumda bo'lgan. Yo'q, bu narsani to'xtanglar. Uyimga bormasam, yo'q, ajdarho tuxumi.
dedi bu qanaqa bo'lishini bilmayman ajdarho. Dedilar. Qashmasam ajdarholar qirilib ketgan, lekin bu ajdarhoning tuxumi. Mayli, tezroq uyga chiqay. Tezroq. Qana. Xo'sh, mana sandiqdan bu ovqatni va mana bu egarni olamiz. Chunki ajdarni o'rgatishim kerak, do'stlar. Ajdarni tuxumi ajdarlar qirib ketgandek. Mayli. Tezroq bo'lishim kerak. Qana. Bunga qo'yamiz, do'stlar. O'sha qo'yamiz. Chunki ko'rmasin. Chiqsa edi bu tuxumchaydi. Voy baba. Qanaqa o'chib chiqdi bu tuxumcha. Hozircha turligini qaraydi, mittigina. Biz buni yediramiz o'zi. Qana. Getir. Voy, buni kattaligini do'stlar. Buncha katta bo'lib ketdi bu ajdarho. Voy, buni kattaligini qaranglar do'stlar. Hamma ham bilgan. Voy, buni qaranglar, masaligini. Voy, do'stlar, uchaylik. Voy, masa. Meni shaxsiy ajdarhoyim bu do'stlar. Qancha quvonayotgan tasavvur qilasizlarmi? Ajdar. Bu ajdarhoni. Voy, buni kattaligini qaranglar do'stlar, bu ajdarhoni. Voy, uchishini. Oldim. Juda baland ucharkan. Voy, ajdarhoni qaranglar do'stlar. Masa. Lekin buni qayerga qo'yaman? Xo'sh, endi bu ajdarni qayerga yashirishni o'ylash kerak. Lekin uni uchishmas ekanda. Men o'ldilar, hech qachon bunday mazza qilmagan edim. Qani bir ajdarni qayerga qo'ysak bo'ladi do'stlar? Mana shu yoqqa. Bu daraxt ustiga qo'ying. Uch. Qani. Mana shu yerga qo'ysak bo'lar ekan. Shu qirolligimizda Orolda qoyajon ustida. Nima bilan qirolimiz ne? Bizga shuning uchun ko'proq kemalarda hujum bo'ladi. Uni ortda kema bu o'tgan safar birinchi qismda ko'rganlar biladi. Men qaroqchilar yaxshi jang qildim va o'sha kema ularniki edi. Hech Drago. Hech. Yerda o'tir. Voy. Hozir buni olamiz. Qani? Qo'yin yerga, qo'yin. Yaxshi. Bo'ldi. Drago. Shu yerda qol. Shu yerda orqamda borma. Yana shu yerga qol. Shu yerga qol. Orqamdan borma, Drago. Shu yerda qol. Mana shu. Ko'ring. Shu mening ko'zchalarimni ishlatdi. Shu yerda qol. Mana shu yerda qol, Drago. Kechir. Beqasam urdim. Shu yerda o'tir. Orqamdan borma. Ha, mayli. Bir marta uchib kelamiz. Dezaminlar. Ketdim. Yo'q, orqamdan kelma. Voy, bu quloqsiz ajdorchami? Mayli. Bir marta uchib kelamiz. Qani, ursamiz ham ketdik. Mana kemani aytdim, ana shunday hujum qilgan bizga.
Shuni qaranglar buni, Asarjoni. Drago 3. Kichkina 3. Kesh ham tushyapti. Seni qayerga qo'ysam? Qo'yishim chiroyligini qara. Senga ham yoqadim. Mayli. Mazza. Ancha bo'lgandi bunday mazza qilmaganimga. Dam olgandan keyin xursandchilikni maligini ham unutib qo'ydim. Yaxshi. Xo'sh, ajdorcha. Qo'ynamizmi? Mana shu yerga qo'y. Oppa, shu yoqqa qo'y. Qo'y shu yoqqa. Bo'ldi. Bugunga yetadi. Ertaga mazza qilib yana uchamiz. Bo'ldimi? Yaxshi qol, Drago. Xayrli tun. Ovqat. Mazza qilib ye. Voy, men kichkintoy yashtarchim. Kichkintoy emas. Mana shu yoqqa. Qani, turmush chiqishim kerak endi. Hop, qani. 1 2 3 qani. Oppa, chiqib oldik. Endi ketdi qurolga tezroq. Kechqurun ham bo'ldi. Darvozani yopilaylik. Oppa, bo'ldi. Endi uyimga mazza qilib uxlayman kirib. Juda charchadim bugun. Bugun juda ajoyib kun bo'ldi. Qani krotimga kelib, qani. Hammaga xayrli tun. Kelasi qismlarda ko'rishguncha.